Davlat xavfsizlik xizmati va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi idoralar xodimlari hamkorligida giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasiga qarshi kurashish doirasida Toshkent shahrida tezkor qidiruv tadbiri o'tkazildi. Tezkor tadbir davomida Toshkent shahar Olmazor tumani Ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi profilaktika inspektorining Ichki ishlar vazirligi tomonidan berilgan xizmat xonadoni ko'zdan kechirildi. Natijada inspektor ushbu xonadonda narkolaboratoriya tashkil etganligi aniqlanib, o'rami bilan jami 10 kg 500 g alfa PVP va 4 g spice sintetik narkotik moddalari hamda giyohvandlik vositalarini tayyorlashda foydalaniladigan 588 g suyuqlik, asbob-uskunalar, elektron tarozi borligi aniqlanib, ashyoviy dalil sifatida olindi. Shuningdek, tezkor tadbir davom ettirilib, profilaktika inspektorining Toshkent viloyati Toshkent tumanidagi doimiy yashash xonadoni tekshirilganda yerga ko'mib, yashirib qo'yilgan taxminiy og'irligi 430 g bo'lgan alfa PVP narkotik moddasi borligi aniqlandi. Ma'lum bo'lishicha, ichki ishlar xodimi Telegram messenjeri orqali sintetik giyohvandlik vositalari savdosi bilan shug'ullanuvchi profil egasi topshirig'i asosida narkokuryerlar tomonidan kontrabanda yo'li bilan mamlakatimizga olib kelingan moddalarni qabul qilib olib, yashirin laboratoriya sharoitida ajal og'usini tayyorlab tarqatish bilan shug'ullanib kelgan. Hozirda mazkur qo'shtirnoq ichidagi qonun posboniga nisbatan Jinoyat kodeksining 28 orqali 246 moddasi 2-qismi hamda 25 orqali 273 moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Davlat xavfsizlik xizmatining Toshkent viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan Angren shahar Ichki ishlar boshqarmasi bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda narkotik moddalarni zakladka tarzida tarqatib, sotish bilan shug'ullanib kelgan Angren shahrida yashovchi 2000-yilda tug'ilgan shaxs o'zining 2001-yilda tug'ilgan jinoiy sherigidan 971 g katinon sintetik giyohvandlik vositasini qabul qilib olgan vaqtida ularning noqonuniy harakatlariga chek qo'yildi. Muqaddam giyohvandlik vositalari savdosi bilan bog'liq jinoyati uchun sudlangan mazkur 25 yoshli shaxs qabul qilib olgan ajal og'usini kelgusida kichik bo'laklarga taqsimlagan holda sotib, mo'may daromad topishni rejalashtirgan. Hozirda ularga nisbatan Jinoyat kodeksining 25 orqali 273 moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Ta'kidlash lozimki, qonunchilikka muvofiq har ikki holat bo'yicha ham gumondorlarga nisbatan 10 yildan ortiq muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanishi mumkin. Hurmatli fuqarolar, umr zavoli bo'lgan giyohvandlik vositalari o'zimiz va kelajak avlod uchun eng katta tahdiddir. Unga qarshi kurashish har birimizning fuqarolik burchimiz hisoblanadi. Zero sog'lom, xavfsiz jamiyatni yaratish o'z qo'limizda.